Yaxshimisizlar? Anu boyga nima bo'ldi? Jinni bo'lib qoldimi? Yalangoyoq bo'lib qopti-yu. 3-4 oy oldin kimlarga berilib ketdi, Xudo ko'rsatib qo'yibdi-yu, to'g'ri? Nima qilasizlar birovlar orqasidan gapirib? O'zi bilan o'zi og'ir bo'lib qolibdi-da bolam. Pul beringlar. Pul. Hozir boplayman buni. Mash pul yetadimi? Yetadi. Rahmat. Rahmat. Shundan kulishyaptimi hozir? 3-4 oy oldin puli ko'pligida paxta qo'yib yurardingiz. Hozir shundan kulyapsizlarmi? Nima bo'pti? Jinnini jinni deydi-da. Jinnini sizga ko'rsataman. Ikkinchi shundan kulaydigan bo'lsangiz, men sizga ko'rsataman. Tushundingizmi? Ular endi boshqalari. Hali ko'rsataman hali men. Boshqa. Tashin. O'tiring. Kim ular? Haqiqat qo'ying. Qachon pul kerak bo'lsa, mendan so'rang. Itlardan so'ramayman. Shu bo'la boshla. Pul kerak. Yetadimi? Yetadi. Shuncha borish kerak boshlama. Bu bola pulni sanamasdan ham berib yubordik. Qo'y, tanishsan.